Ben bir hoş geldin minisine gidiyor olması bu muydu? Kevurgen okuladı kege. Mesela okuldan yattım. Ne kara? Yine ben okulu diye. Hakikaten mi? Bu oyunu ben de çıkıp gidiyordu mu? Bana sen misin? Kim bu? Baba. Maqtoydagi eng katta va ichida 3 ta yer osti daryosi, sharsharalari bor va juda ham chiroyli g'orga kirdim. G'or ichidagi daryoni qayiqda aylansa bo'lar ekan. Mana bu ko'rinib turgan qoyalar esa minglab yillar davomida tepadan tomchilab erib paydo bo'lgan. Eng kattasini uzunligi 20 metr ekan. Aytgancha bu yoqda ajdarho yashagan degan rivoyatlar ham yuradi. Bular bo'lsa g'ordan topilgan qimmatbaho toshlar ekan. G'ordagi ranglar bo'lsa odamni yana ham ko'proq emotsiya olishini ta'minlayapti. Qoyil tomchidan shunaqa baland qoyalar paydo bo'lgan va paydo bo'lishda davom etyapti. Tabiatning ajoyib mo'jizasi. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Chiroyga boyim bu dunyoga sevdiray deb kelganmisan? Olov yoqar bu jonimga, o't yoqay deb kelganmisan? Boyim bu dunyoga sevdiray deb kelganmisan? Olov yoqar bu jonimga, o't yoqay deb kelganmisan? Uydagilarim meni 3 kunga qishloqqa buvimnikiga tashab ketishdi. 3 kun nimalar qilganimni aytib bering. Birinchi qilgan ishim Ujiz kinolardagi podvolga tushib kompot ikra olib chiqdim. Podvol mevazorga o'xshaydi. Ikra bilan kompot oshqozonga eksport qilindi. Buvim ham yildan yilga qarab qo'rqinchli bo'lib ketyaptilar. Keyin internet qidirib o'tirsam, buvim o'sha eski albomimni olib tanimaydigan odamlarimni tanishtirishni boshladilar. Keyin suv tashidim. Yo'lda ikki tushta xotinga meni kelin qilib uzatib yubordilar ham. Voy, qaranglar, qora saqich topib oldim. Buni mazasini bilgan biladi-de. Podvoldan paketam topib oldim. Bu nima? Ha, bu Tetris bilaman. To'ylarning kasetasi bu. Disklar, telefon. Buni ham bilmadim nimaligini. DVD'ni simi. Mana bu dendi deylardi. Voy, shiribum, lavislar-ku. Mana bu temir yomon otardiga, lekin ikkinchi kun mehmonligim tugadi. Bilib qo'y, dunyoda ish tugashi mumkin, lekin buvinikida ish tugamaydi. 3-chi kun sigir sog'dirdilar. Daraxt o'zidan uzum uzib yedim. Keyin ulgurmayotgan uylarini tozalab berdim. Qo'limdagi timsini sizlarga ham tavsiya qilaman. Hidrasi zo'r tozalaydi. Parashoki bor, kapsulasi bor, chirklarni tozalash uchun vositasi, unitaz uchun vositasi bor. Suvi sovuni ham rosa zo'r. Bir pasda ketadigan kunim ham keldi. Doimgidek buvim nimalardir bervormoqchilar. Ro'molchadagi pensiya pulini kam kostinga ishlatarsan dedilar. Soddagina buvim, ular uchun 20 ming so'mga hozir ham ko'p narsa beradi-de. Menimcha buvimnikida o'tgan kunlarim eng zo'r davrlarim bo'lsa kerak. Kene bitta mamni izli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, mobilografni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Ustozni to'g'ri aytishni o'rganing, sababchi kerak emas sigaretilar. Sizlar bilan gilamlarni yeyamiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni xotin ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga undan mobilograf bo'ladi, nimaga mendan bo'lmaydi? Quribni yo. Birni beshigini olaman. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yuring bilan boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tanishtiraman. Bitta ismim chiqqan olmabsizlar-da, market oldimi? Men bichini qarayli o'rtoqlar, to'qni o'tib ko'tarib qo'ydim. Boshda olamiz. Men bichini qarayli o'rtoqlar, irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Echib turing, mobilograf bilan video olamiz. Ro'yxatga chiqadigan ichakka o'zi ham qaraysiz buni. Qarang. Muammolar bo'lib, ichi sal dardga to'ldi-da, o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Yur. Keyin qaziga kirib ketdim, o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi, o'rtoq. Sen vobshe taksistsan, o qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimim chiqdi. Nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan Shodi Gurkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf? Instagram nimaga kerak? Yesi, anu bloger eding-a? Ha. Anu barter qilib ber, barter.
Sholi. Erta zo'r joylardan qilib ber, mayli. Like bosing, komment yozing, Shodi Gurko. Pastki chiziqchasi ham bor. Uf, buncha kir, bularni kir moshinaga sol, parashok sol, ertaga yuvarman. Mana yana. O'zi bir buncha kir qolibdi, hozir yuvib tashlayman. Oyjon, mango yegim kelyapti. Mango? Umid, tez bor topib kel. Bor, tez. Oyjon, o'ring yegim kelyapti. Ko'ring. Qayerdan topsak ekan, a? Tezroq bo'ling, kelin, egasi chiqib qolmasin. Kelin, yuring, do'kon aylanib kelamiz. Internetda zakaz qila qolaylik, oyjon. Zakaz qilamiz. Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Eraman, ertaga qilaylik. Mayli. 5 soatdan beri aylanamiz, kelin. Ha, eng arzonini topmaguncha to'xtamaymiz. To'ppa-to'g'ri, ketdik ipodromga. Yo'lda qo'yliqqa ham kirib chiqaylik, karchka olardik bir qopgina. Kelin, keling ujin qilamiz. Настроением yo'q, oyjon, keyin yeyman. Kelin, tez-tez sut o'chib qoladi. Ana oldim. Orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan harbiy tomoshabin. Uydagilarim sizlarga berishga rozi, faqat o'zim ikkilanib turibman-da. Voy, umuman qo'rqmang, men yomon qaynonalardan emasman. Sizga vapshim qattiq gapirmayman. Aynan ketay. Ya odam qadammas ekansiz. Bu miyada ishdan boshqa narsa ham bormi? Parasatni ham musulga tashlab yuborgan ekansiz-a? Voy, rahmat. Uyimizda ish ham kam qoqindi-g'oy. Kelin, mana bir toqara kirni qo'lingizda yuving. Abedga bir qosqon mart qilib qo'ying, keyin ani o'g'sini qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'ladi. O'zim qilasiz? Oyna artib Ha, mana supurgini hamchi. Supurib uni o'qisangiz, birato'la supurib ketasiz, to'g'rimi? Esidan chiqmasin. Qancha zo'rsizlar. Aytgancha oyijon keliningiz o'qigan. Aylanib ketay. Unda ishlashingizga ham ruxsat beraman. Oyjon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman, dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannani tozalaysizmi? Xolisingizdan oshxonani tozalab tashlang. Ja, bo'lmasa mana uy tomni ochib yopib. Keyin ko'p qizlar ovsinidan qo'rqadi-yu. Bizani ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, yaxshimisiz? Gaplashamiz qolgan. Qalaysan? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku? Ha, kichkina-ku mana. Nima kichkina ketsin hammasi. Qayerga ketadi? Skandar Building mezbon loyihasidan xonadonsin boshlang'ich 82 million so'm to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib to'laveradi. Hamma sharoiti bor, Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Undan men akamga aytaman, ketadi. Keyin 5 ta ro'zg'or qolib, mazza qilib yashayveramiz, a? O'rta oyim qolishimga ruxsat bering. Unda birga ovqat qilamiz. Tezlash, o'rta ofringni ham tezroq qilsa, qonim to'yib qoladi hozir. Yaxshi dam ol. Mama qatyotaman. Qizim, ber ko'rpammi? O'rta daysining bor ekan-a? Ha, lekin adam hech kimga berma deganlar. Zo'r ekan lekin. Qara. Pomadam qani? O'rta oyini ham bardak qilib tashadimi? Xotirami hozir birga yig'ishtiramiz. Qizingizam ancha yoningizga kirib qopti. Ha, ancha qo'lidan ish kelib qoldi. Yerga berib olish kerak. Variantlar bormi? Bor. Anaqa, Sevnur. Xo'p. Siz menga yoqib qoluvdingiz, o'shanga uydagilarimni sovchilikka jo'natsam degandim. Voy, bu nima deganingiz? Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chet el yurishim kerak. Tushunyapsizmi? Xullas, men hali erga tegish niyatim yo'q. Uzr. Sevnur, yaxshimi? Siz qarang, oradan 1 yil o'tib ketibdi. Siz hali ham o'sha kiyimdasiz. Men ham shu kiyimdaman. Sovchilik masalasini o'ylab ko'rmadingizmi? Men sizga aytdim-ku, men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, ko'proq pul topishim kerak. Qo'ysangizchi? Umid aka, birinchi kursda aytgan taklifingizni o'ylab ko'rdim. Sovchilaringiz jo'natsangiz bo'laveradi. Qo'ysing, Sevnur. Men hali o'qishim kerak, karyera qilishim kerak, chetga chiqishim kerak, pul topishim kerak. Qo'ysing, Sevnur. Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyijon kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Gitar voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqllilik qilib o'rgataverasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkana bunka degan.
Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'ringlar. Xullas, sotdini rolidasanda. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar, O'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda ikki qat bo'lib oladi-yu. Qichqisi-yu, ikkinchisi bor-ku, bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashavering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman.